hal bo'ladi. Lekin aslida muammo mavjudmi degan savolga javob berishingizni so'rayman. Aslida muammo mavjud emas, faqatgina rivoj nuqtasi mavjud. Chunki har bitta bo'lib turgan holat, har bitta sodir bo'layotgan jarayonda sizni o'sish nuqtangiz turgan bo'ladi. Mana shu o'sish nuqtasida sizda ikkita holat bo'ladi. Birinchisi, sizni ongsiz qarorlar boshqarib turadi va sizni vazifangiz ongli vazifaga aylantirish. Toki siz mana shu ongsiz qarorlarni ongliga aylantirmas ekansiz, unga qadar bu meni taqdirim ekan deb yuraverasiz. Hayotingizdagi har bitta vaziyatga sinchkovlik bilan qaraydigan bo'lsangiz, unga tashqaridan javob izlashga emas, ichki vaziyatlarni ko'rishni boshlasangiz, mana shu vaziyatda kamroq qovurilishni boshlaysiz. Shunaqa videolarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta menga obuna bo'lib qo'ying.